Assalomu alaykum bebaho kuzatuvchilarim, hammaga xayrli va barakotli kun. Mana mekap jarayonimizni boshlab oldik. Qoshlarning formasini gel yordamida chiroyli qilib yo'nalish berib tarab oldik va yuzlarni yumshatuvchi bazalar bilan yuzlarini chiroyli qilib yumshatib, tonalka qotiruvchi bazalarimizni surib, yupqa qilib tonalkamizni yotqizib oldik. Quloqlarning tepa qismidan burunlarning oldigacha, burunlarning ikki chet holatigacha konturlarimizni chizib olib, pomada yordamida rastushovka qildik va svetli konsilerdan foydalanib, svetli zonalarga surib yoyib chiqdik. Rassipchatiy pudradan foydalandik, yuzlarini quritib oldik va ko'z ostilariga ozgina rassipchatiy pudradan qoldirdik. Tenni to'kilishidan, yuzda tenni ozgina otsenkasi qolishidan oldini oladi. Tenli bazalarimizni surib oldik va empishniy kistdan sekinlik bilan kistimiz kichraygan sari tenlarimizni temniylashtirgan holatda rastushovka qilishni boshladik. Qanchalik tenlarimiz temniylashadigan bo'lsa, shunchalik kistichkalarimiz kichkinalashishga o'tishi shart. Chunki ko'z ostiga pishniy kistda temniy rangda rastushovka qiladigan bo'lsanglar, yuzlariga ten to'kilib, yuzlarini toza holati, sifati ketib qolishi mumkin. Shuning uchun texnikani o'zgartirmagan holatda shu tartibda ishlab ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqadi rastushovkalaringlar. Qosh bilan ko'zi masofasi qanchalik baland bo'lsa, shunchalik chiroyli chiqadi. Men ko'zi tagiga oq qalam surmayman, har doim qalam yordamida chizib olib, ten yordamida rastushovka qilaman. Shuni o'zida ko'zi formasi ancha ochiladi. Qovoqlariga glitter kleylarimizni surib oldik va blyosklalarimizni qo'yib oldik. Nejniy holatda podvodkamizni qosh tugagan qismigacha yo'nalish berib ko'tarib oldik va albatta kiprik qo'yishdan oldin tushlarimizni chiroyli qilib surib olamiz. Qoshlariga ten yordamida formalarini chizib oldik va ichini tolalar bilan kestichka yordamida to'ldirib chiqdik. Mana bu yog'iga ham oldin ten yordamida formalarini soya berib ko'rsatib oldik va tolalarini dona-dona qilib chizib chiqamiz. Shunda xuddi tabiiy qoshdek bo'lib ko'rinadi. Kipriklarini ham har doim tush surilgandan keyin kiprik qo'yishni boshlasanglar, kipriklaringiz ko'tarilgan holatda, tegidagi kipriklarga yopishib ketmagan holatda chiroyli bo'lib yopishib oladi va ko'zi kipriklari pastga qaragan ayollarda ham bu yaxshi effekt beradi. Lablarini formalarini chiroyli qilib chizib oldik, yuzlariga mos holatda rang tanlab chiroyli qilib bo'yab oldik. Mekap darsligim yoqqan bo'lsa, albatta sizlardan chiroyli e'tiboringlarni kutib qolaman va yana yaxshi kunda ko'rishguncha inshaalloh sog' omon bo'ling. Baxt kulib vaslingga bir imkon bo'lsa, seni men kimsasiz bir makon bo'lsa, fasli gul safti ish qamravon bo'lsa, hijrondan vayrona dilim o'nglasam, so'zlasang tinglasam, so'zlasang